Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashole. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa kompyuterxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirib beringlar, pullaringizni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'zingiz qayerga ketyapsiz? Ha bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana mashinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadaman bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisiy bo'lib ketibdi. Bastab kelyapman meni. Ha bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Namat aka, assalomu alaykum. Olmazdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ying. Namat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Unaymi? Nima qiling? Nima turing? Namat aka o'pka chiqib ketdimi? Ali Tabibinskiy ishga tushdi. Bemorlar kelinaveradi. Kimning abati? Sizda nima kasallik? Menda kasallik emas, meni bolam kvadrober bo'lib qoldi. Bobik, obke. Biroq unaqa ishlarga meni aralashtirmang. Keyingisi. Sizda nima kasallik? Tabib, bir oydan beri uxlamayman. Uyqusizlik kasalligiga uchraganman. Men sizni bitta uxlatib qo'yaman, ishani. Ustiga adyol tashab qo'yinglar, baza qilib uxlasin. Keyingisi. Sen qo'yog'i bilan o'tkazsapan ichishga qarshi lecheniya qiladi, to'g'rimi? Bitta ichadigan bo'lsa, bitta barmog'ingni uydagilarni kesib yuboradigan edi. Nima bo'ldi? Voh, onasini ham sen qo'yog'ida barmoq qolmabdi-yu. Oyog'imdagi barmog'im ham qolmadi. Lekin maza qilib ichkim kelyapti-da, Tavib tog'a. Nima tavsiya berasiz? Hozir bitta barmog'ingni kesib yuboraman, ichish tugul hayotga ham qiziqishing qolmaydi. Yo'qol hayvon ko'zing yo'lamay o'lgan. Endi jicha kutib turasizlarda bemalol, bizda obed. Sizlar ham mana raya suvlardan ichinglar, o'zimiz Anjanda ishlab chiqariladi. Tabiiy zanzan suvlari qo'shilgan. Oyog'im qizyaptimi? Tur yo'qol itga o'xshagan hayvon. Oling bari kvadroberni. Yashamayli ekanda. Dada, mana o'yinni qarang. Messi bitta o'yin 3 ta gol uradimi? Shu ham ishmi? 7-8 ta urardim men. Maktab payti kalishda o'ynardim. 17 ta 16 ta urardim. Dada, mana suni intellekti qarang, nimalar qilib tashyapti? Shu ham ishmi? Men uylanganda nima ishlar qilib tashaganman? Mana aka-ukalar o'ynab yuribsanlar. Qo'yog'i. Bor yoqqa bor. Shu ham ishmi? Dada, qo'shnimiz Nozim bor-ku, mamam. Mashinasini 1 oy deganda sotib yuboribdi. 1 oy? Shu ham ishmi? Mana Instagramda shu ham ishmi degan profil bor. O'zimizni Doniy aka yuritadi. Oldi sotdi bo'yicha shug'ullanadi. Mashinani sekundiga sotib beradi. Uyda ham muammosi yo'q. Shunga obuna bo'l. Bo'ldi, obuna bo'l. Shuni magazinga chiqib kelay. Nevara Sivorda o'sha pampersga chiqib. Sivorda shu ham ishmi? Men Yettavlar to'rda futbol ko'ramiz deydi, futbol bularni ko'ryapti. To'roningni hayvonlar. Tur, futbolist qilaman senlarni hayvon. 1 2 nima garmoshka bo'lib yotibdi. Bir deganda tushasa, 2 deganda chiqasan. 1 Dada, qiynalib ketdik. Kaptarlarni bosib yormaymiz. Davay, mehnat, to'lka futbolist bo'lasanlar. 72 73. Dada, bu zo'r baloniga qanaqa balon bu? Atmasga qilma, sen ko'tarolmay aytaveraman. Bu mashinalar jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Haqiqiy bu qo'shingni mashi bo'ladi. O'zbekistonda nomer ading, davay. 81. Qara, oshiraman, kallada gol urasan. Oshirdi. Mayke. Nima stankani mo'ljallayapsan? Ur deyotgandan tiqmaysanmi? Sen navbating, o't. Oshiraman, kallada gol urasan. Oshirdim. Dada, ko'p yo'q-ku. Hayvon. Hamma futbolchilar yo'qchilikdan ko'tarilgan. Yo'qchilikda sekin nomer ading bo'lib chiqib kelgan. Biz ham hozir katta o'yinimiz yo'qmi? Kelajakda bo'ladi. Oshir, davay. Kalla. Oshirdim. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashlab oqartirib qo'yaman yana.
Bundaqchi? He, ana krasavchi bo'lding. Aka qayta daydib yuribdi. Haydarlarga beraman deb. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadang keldi, qis. Ha, o'g'iltoy yarim kechasi qo'y yog'iga yeb yuribsizmi? Ey, Otaxon, chunmaydigan narsangizga aralashmang. Bu yerda rep battle bo'pti. Repmi? Qahmanda o'qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon Otaxon. Papa to'yordingiz lekin, sizni buyuk kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti, hayvon, maytay plos. Cheriyni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mashina o'tirib tur. Davay, pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimchicha yig'ib qo'ygan pulim bor, tashinga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Kichik ekan, singlim. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga keling mana. Xolmat, mashina olaman o'yni, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sekin chetga ol. Mashina olib minib yuraman deyodim ha. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Irayni hammasi deyman, ko'tarishtonda, hayvon. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Vau, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tellayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Avoshlaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sen bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdi unda aylanamiz. Jijji uyalchang ekan-a, dada? Jijji emas, ancha. Dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz, qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Sela pastda bo'lib ketdi. Hey. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa ditskiga chiqdik. G'oz qo'limni tiqaman. Ha, yesanglarchi, mendan qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilar chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashinangiz bormi o'zi? Mono bor. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Hey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi.